Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan imtihonga 6 hafta qolganda katta paperlardan, sen demak F5 dan boshlab katta paperlarga qanaqa tayyorlanish kerakligi bo'yicha gaplashib o'tamiz sizlar bilan. Bugungi target auditoriyamiz bizada oldingi sessionda, exam sessionda fail bo'lganlar ma'lum sabablarga ko'ra va a, yaqinlashib kelayotgan, ya'ni 6 haftadan keyin keladigan sessionda top natija olmoqchi bo'lganlar diqqat bilan ekranga yaqinroq kelsalar bo'ladi. Xo'p, revision summary o'zi bilasizlar, uh, hamma yoqda SSC любой paperda mana bunaqa CB practice platform bor. Tekin bo'ladi va bu platformada ko'rgan bo'lsangizlar mana blank workspace hech narsa yo'q. 4 4 2 10 ta demak past paper bor, 11-si ham qo'shiladi. Bu hozirgi holatda pre-September bo'lib. Mana shularni qanaqa tartibda ishlasa maksimal natija bo'ladi, shu haqida gaplashamiz. Birinchi haftaga, ya'ni 6 hafta revision bo'ladigan bo'lsa, birinchi haftasiga siz eng oxirgi paperlardan boshlaysiz. Ya'ni bizda bu September, December 2025 paper bo'ladi. Любой paper bo'lsa ham, FR mi, PM mi, FM mi, taxation mi, audit mi farqi yo'q. Sentyabr, dekabr 2025 bunda ikkita section C bo'ladi. Uni ishlaysiz. Undan keyin mart, jun 2025. Hop. 2025-yildagi paperlar tugaydi. Xuddi shularni mana bu ikkalasida bilasizlar faqat section C bo'ladi. 4 ta section C bo'ldi. Va shuni complement qilish uchun exam reportlarni ishlab chiqishlaringiz kerak bo'ladi. Exam reportlarda adashmasam 4 tadan section A va 5 ta section B savollar bor. Ya'ni 9 tadan yana 18 ta savol degani ikkita yil uchun. Birinchi haftada moslashib olasiz. Ikkinchi haftada bitta yil orqaga qaytasiz. Ya'ni September, December 2024, mart, jun 2024. Exam reportlari xuddi shu yilniki. Va 2024-yilni ham tugatib olasiz bilan. Xo'p, 3-haftaga nima qilamiz? 3-haftaga September, December 2023, mart, jun 2023, xuddi shu 2023-yilni exam reportlari endi biza bu bilan chegaralanib qolmaymiz. Sababi 3-haftaga kelgancha biza уже section A ni ham ko'rganmiz, B ni ham ko'rganmiz, asosan C ni ham ko'rib, imtihon qanaqa bo'lishi haqida bizda yaxshiroq tasavvur shakllanib bo'ldi, tushuncha. Shu uchun practice test 1 qilamiz. Practice test 1 esa bu o'sha mana bu yoqda bor. Mana bu narsa любой paperda ham bo'lishi mumkin. Practice test 1 bu faqat section C emas. Bu to'liq 3 soatlik section A, section B va section C dan tashkil topgan to'liq full mockda bu. Buni vaqtga qo'yib ishlasangiz ham bo'ladi. 3 haftadan keyin o'zingizga diagnoz qo'yasiz. Men agar imtihonga tushib qolsam hozir qanaqa ishlay olaman? Bundan qo'rqish kerak emas. 4-haftada demak September, December 2022 ga qaytamiz. Afsuski mart, jun 2022 mavjud emas. Specimen exam ni ishlaysiz. Specimen exam bu yana full mock degani. September, December 22 bu faqat section C bo'ladigan bo'lsa, specimen exam bu full mock bo'ladi. Hammasini analiz qilamiz va 22-yillarni exam reportlarini ham biz ko'rib chiqsak, ham birato'la section A, section B, section C analiz bo'ladi. Xo'p, 5-haftada-chi? 5-haftada ungacha qaysi oyda imtihon topshirishingizdan qat'iy nazar, sentyabrmi bu, dekabrmi, martmi, junmi, masalan pre-September, pre-December, pre-March eng yangi mock chiqadi. Bu platformada, ya'ni mana bu yoqda 10-paper bo'lib chiqadi. Bu ham full mock bo'ladi. 5-haftada aynan shu full mockni ishlash tavsiya qilinadi. Butun e'tiboringiz bilan siz 4 hafta practice qildingiz, hamma mavzularni qaytardingiz, vaqtga qo'yib hech qanaqa ortiqcha vaqt bermasdan ishlashingiz kerak bo'ladi. Va keyingi qiladigan ishingiz 1-chi, 2-chi, 3-chi haftalarni analiz qilib chiqasiz. Analiz qilib chiqasiz deganimda baribir practice davomida to'liq ishlay olmagan paytlaringiz bo'ladi. O'shani boshqatdan ko'rib chiqasiz, yozgan notlaringizni ko'rib chiqasiz, qaytadan ishlab chiqasiz, confidence oshirish uchun. 6-haftada esa imtihondan bir hafta oldin, demak oxirgi haftada barcha ishlagan moklaringiz section A, section B, section C larni ko'rib chiqasiz. Xatolaringizni o'zingiz aytasiz, chunki asosiy foyda ko'p misol ishlashda emas, balki ko'p misolni analiz qilishda bo'ladi. Va oxirida tishni ko'vakda asrab qo'ygan practice test 2 ni ishlab qo'ysangiz bo'ladi oxirgi haftada. Bu degani qarang, imtihondan oldingi 1, 2, 3, 4 haftada siz full mock ishlayapsiz. Imtihondan oldin 4 xil mock ishlab kirsangiz, imtihonni siz
katta ehtimol bilan rostdan ham yorib chiqasiz. Men aytganda shunaqa, bu hamma paperlarga ishlaydi. Past paper degani bu o'zi ko'p vaqt olmaydi. Mana masalan, bitta section C ga 1 soat o'tirsangiz ham 2 soat o'tirasiz-da. 2 soat, mayli 3 soat deylik, 3 soat, 3 soat va 1 soat. 7 soat vaqt bir haftaga. Bu degani kuniga 1 soatdan degani. Bu imtihon oldida juda ham kam, kuniga ko'proq vaqt ajratgan yaxshi. Shuning uchun nima qo'shsak bo'ladi? Mana. Yoki ExamKitdan, Kaplan ExamKit yoki SSS Study Hubdan har kuni 20 ta savol va uni analizi. Analiz deganda savolni ishladingiz, javobi chiqdi, to'g'ri chiqsa, qolganlarini nima noto'g'ri degan analiz bo'ladi. Noto'g'ri chiqsa, qayerda xato qilyapman, qaysi pointini men miss qilyapman deb o'zingizga o'zingiz savol berib, javoblarni ko'rib, analiz qilib, shulardan not olishingiz kerak. Va technical articlesdan ham katta foyda bor juda ham. Ba'zan shunchaki yuzaki ko'rib ketgan qismlaringizni technical articles ichiga chuqurroq kiradi va yana bir matn yodingizga tushiradi va bu sizga imtihonda ayniqsa nozik kichkina xatolar ko'p bo'ladigan detailed questionlarda va nazariy savollarda qo'l keladi. Через день, ya'ni har 2 kunda bitta artikel o'qisangiz, bu sizga anchagina qimmatli ballarni olib kelib beradi. Va interpretationdan nima chiqsa bo'ladi? Agar siz ham menga o'xshagan tipda bo'lsangiz, ya'ni ingliz tilingiz yaxshi o'zlashtira oladigan bo'lsangiz, unda interpretation yozgandan ko'ra ko'proq analiz qilgandan foyda bor. U qanaqa ishlaydi? Hop, через день mana bu practicedan tashqari ExamKitmi, Study Hubmi farqi yo'q. Interpretation bo'yicha bitta case'ni olasiz. O'sha case olganingizdan keyin birinchi case'ni o'qib chiqasizda, zametkagami, boshqa biror joygami katta bullet point qilib yozib chiqasiz. Ya'ni siz mana shu case bo'yicha nima interpretation yozgan bo'lardingiz, qanaqa, qayerlarga urg'u berardingiz. Yozib bo'lgandan keyin sirazi shuni javobini o'qib olasiz. Tayyor javob bo'ladi. Kitobda baribir javob bilan solishtirasiz. Nima detail sizga yetishmayapti? Qaysi joyda sizni variantingiz juda ham sayozda, imtihonning javobi cho'tki bo'lgan. Shu narsalarni analiz qilish orqali ham siz interpretation ballingizni anchagina oshirasiz va bu ko'pchilik uchun og'riqli nuqta bo'ladi. Boosterlar, ya'ni nima qilsak, zapravkaga borsangiz, aktan qo'yamizmi deb bilsangiz agar, aktan degani 92 benzin qo'ysangiz ham, aktan qo'ysangiz, shuni 98, 100 qilib bera oladi, kuchaytirib bera oladi. Men bu aytgan revision planni nima bilan kuchaytirsak bo'ladi? Birinchisi StudyMates, ya'ni sizga revision qilishda sherik bo'lsa, nur ustiga nur. Hop, study group bo'lsa undan ham zo'r. Telegramda tiqilib yotdi bular. Gruppada juda ham ko'p. Va teacher bo'lsa, ya'ni feedback uchun teacher bo'lsa, yana nur ustiga nur bo'ladi. Sababi sizda o'zingizga mos feedback beradi-da. Qanday qilib siz improve qilishingiz mumkin. Agar teacher bo'lmasa, AI feedback ham bo'laveradi. Yozib tashlaysiz, mani ACCA ni kriteriyasi bo'yicha bahola deb turib, qanaqa improve qilaman desangiz, bu ham xuddi IELTS writingni oshirilishida AI qanchalik yaxshi hissa qo'shgan bo'lsa, ACCA da section C yozishda ham shunchalik plusi bor. Vaqt qanaqa taqsimlash kerak endi? Vaqt mana birinchi haftada men aytdim, september 2025, to'g'rimi? 2025-yil moqlarida siz vaqtidan 30% qo'shsangiz bo'ladi. 30% degani masalan 100 minut aytilgan bo'lsa, siz 130 minutda ishlasangiz bo'ladi. Ikkinchi haftada sal tezlashamiz, ya'ni bor imtihonda beriladigan vaqtdan, standart vaqtdan 10% ko'proq ishlatsangiz yaxshi. 3-haftadan boshlab esa siz vaqtida ishlashingiz kerak. Harakat qiling, 4-haftada vaqtidan 10% tezroq va 5-haftada vaqtidan 20% tezroq ishlashga. Bu sizga faqat confidence oshirib beradi. Zo'r bu. O'sha 80% ishlab qolsangiz yaxshi. Imtihon kunida vaqtimni qanaqa taqsimlayman desangiz, men sizga tavsiya qiladigan variant. Section A bilan B ga birinchi 1 soatni sarflang. Yaxshi o'qigan bo'lsangiz, Section A bilan B ni 1 soatda ishlash hech narsa emas. 1 soatda Section A bilan B ni ishlaysiz, 60 dan 50 plus urganingizga ishonsangiz bo'ldi. Siz 2 soatda xohlagancha maza qilsangiz bo'ladi. Sizda Section C bor, ijod qilish uchun 2 soatda esa har biriga 1 soatdan sarflasangiz ham maza qilib Section C ni maromiga yetkazib,
Отчетlar bo'ladigan bo'lsa, отчетlarni mana hoshiyalari, borderlari, mana bunaqa ranglari, bo'rttirib, italic qilib yozishlar, bold qilib yozishlar, hammasini maromiga qo'yib, agar interpretation bo'ladigan bo'lsa, bullet pointlarni berib, abzaslarni, tablarni bosib, o'qiganda odam maza qiladigan holatga keltirsangiz bo'ladi bir soatga har bitta section C uchun. Va bu kombinatsiya любой SSN paperdan top achiever bo'lish uchun eng ideal kombinatsiya deb bilaman. Buni mana Abdukarim Rustam aytadi. Agar shuni eshitib, shuni qilishga ko'zingiz yetmasa, o'zim qila olmayman, menga baribir ustoz kerak deyotgan bo'lsangiz, unda mana SSC revision kurslarim bor, tayyor, xuddi shunaqa formatda yozilgan darslar. Tayyor yozib olingan darslar 600 ming so'm. Live holatda qatnashaman desangiz, SSCni demak PM, taxation, FR, audit va FM fanlaridan live kurs ochadigan bo'lsak, xudo xolasa 1,200 ming so'm bo'ladi. Bu jonli darslar, bu tayyor darslar. Lekin o'qiyman, ozgina yo'nalish bo'lsa eplab ketaman degan odam uchun mana bu plan ideal plan bo'ladi. Manfaat tekkan bo'lsa xursandman. Imtihoningizdan keyin agar sizga foydali bo'lgan bo'lsa, ballingizni ham yozib ketishni unutmang.